Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini yuz parvarish qilish haqida barcha qiziqarli layfhaklarni va juda ham qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tadigan Komux.uz kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz yuzimizdagi teri to'sig'imiz buzilishi va bu nima uchun bizga muhim. Agar teringiz doim quruq, qichishishi va qizargan bo'lsa va hattoki bo'yanayotganingizda bo'yanishdagi upalaringiz, tirnaqlaringiz yaxshi yotmasa va to'satdan hamma narsaga yuzingizda reaksiyalar paydo bo'lsa va har xil toshmalar toshayotgan bo'lsa, qizarib, bu muammo ko'pincha tanlagan kremingizda emas, balki bu yuzingizdagi himoya to'sig'ingiz buzilganidadir. Bu tasodif emas. Hozirgi kunda hattoki Koreya bozorlarida agressiv terini parvarish qilish va tezkor yechimlardan uzoqlashmoqdadir. Chunki teri salomatligi, namlanishi, himoyasi va oldini olishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqdadir. Cheksiz kislotalar va kuchli bo'lgan mahsulotlar o'rniga yumshoq faol moddalardan va uzoq muddatli namlanish to'sig'ini tiklashda foydalanib kelishmoqdadir. Bugun biz sizlar bilan quyidagilarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, biz teri to'sig'imizni qanday yo'q qilamiz? Ikkinchisi, qanday alomatlar uning allaqachon shikastlanganligini ko'rsatib beradi? Uchinchisi esa, uni qanday tiklash mumkin va qaysi koreys mahsulotlarini aslida yordam beradi? Mana shular haqida gaplashamiz. Azizlarim, sodda qilib aytganda, teri to'sig'i bu nima? Teri to'sig'i terining namligini saqlaydigan va tirnoqlarni beruvchi moddalar, bakteriyalar va agressiv muhitlardan himoya qiluvchi himoya qatlamdir. Yuz terimiz sog'lom bo'lganda, teri namlangan, silliq, terini parvarish qilishga yaxshi bardosh beradi. Kamroq yallig'lanishlar paydo bo'ladi va yuz teringiz bir tekisda, ohangingiz chiroyli bo'ladi. Agar teri to'sig'ingiz shikastlangan bo'lsa, krem surtganingizdan keyin ham qattiq yuzingizda qizarishlar, qizishlar va toshmalar, hattoki yuzimizni terlarimiz to'kilayotgan bo'lishi ham mumkin va charchagan teri hissi ham bo'ladi. Mana bu holatda yuzingizni barreringiz shikastlangan bo'ladi. Yuz teringizni to'sig'ini qanday yo'q qilasiz? Eng ko'p uchraydigan xatolar. Teri to'sig'ingizning shikastlanishlarining eng ko'p tarqalgan sabablaridan biri bu agressiv tozalashdir. Bular teri himoyasini, qatlamini va tom ma'noda yuvib tashlaydigan yuqori pH ko'piklar, sizga zarar yetkazadigan skrablar, juda ham chuqur tozalab beradigan va keraksiz ravishda ortiqcha kunda 2 marta tozalashlarga kiradi. Ikkinchi keng tarqalgan xato. Yuz terimizga har xil kislotalar, retinoidlar bilan birga juda ham ko'p foydalanganimiz bu juda ham katta xatodir. Ko'pincha teri parvarish qilish tartibimizda bir vaqtning o'zida bir necha faol mahsulotlardan qo'llaymiz. Sababi undan keyin juda ham tez foyda ko'ramiz deb o'ylaymiz, lekin aksincha bu xatodan keyin yuz terimizdagi har xil toshmalar, yuzimizda qizarishlar, bayrarimizdan shikastlanishi va bayra qatlamlarimizning yuqorilanishiga kelib chiqadi va terimiz juda ham sezgir bo'lib qoladi. Alohida muhim omil bu kundalik teri parvarishimizni qilayotganimizda SPFni yo'qligi. Ultrabinafsha nurlari teri to'sig'imizlarni, lipidlarni yo'q qilib yuboradi va yuzimizni albatta qurishga olib keladi va suvsizlanishlarni oshirib beradi va sezgirlikni oshiradi va erta qarish jarayonlari juda ham tez rivojlanib ketadi. Agarda yuz teringizni to'g'ri parvarish qilishni tanlagan bo'lsangiz ham, lekinda quyoshdan himoya qiluvchi SPFlardan foydalanmasangiz, bu albatta yuz teringizni doimiy stressga olib kelasiz. Yuz teringizga namlik yetishmasligi ham terining holatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Terini parvarish qilish tartibi faqat bitta qatlamsiz kremdan iborat bo'lsa, toner va essensiyalarni e'tiborsizdan qoldirib esdan chiqarib qo'ysangiz, teringizda ko'pincha namlik yetishmasligi kelib chiqadi va quruq havoda, konditsioner va isitish vaziyatlarida yuz teringiz yanada og'irlashib boradi va teri namligini yanada yo'qotadi va albatta bu holatda terimizni barreri tez buziladi va yo'qolib ketadi. Yana bitta keng tarqalgan bu sabab doimiy ravishda o'zgarib turadigan kosmetikalarimizdir. Teri mahsulotlarga moslashishiga
vaqt topa olmaydi va har bir yangi mahsulot uchun yuzimizda qanaqadir stresslar paydo bo'ladi. Natijada esa yuzimizni baryeri barqarorligi yo'qolib qoladi. Bu esa reaksiyalarni olib keladi. Sezgirlik va yuz terimiz sezgir bo'lib qoladi va menga hech narsa to'g'ri kelmayapti degan anaqaga uchrab qolamiz. Lekin bu unday emas. Bu hatto yuzimizdagi olgan kosmetikalarimiz hali o'rganmagan bo'ladi. Teri to'sig'imizni qanday qilib tiklashimiz mumkin? Kislotalar, retinoidlar va skrablarni vaqtincha olib tashlaymiz yuz parvarishimizdan. Terimizni tiklashi uchun vaqt kerak bo'ladi. Faol moddalar, tirnoq shtatlarini kuchaytiradigan va to'siq tiklanishni sekinlashtiradigan mumkin bo'lgan barcha mahsulotlarni ham olib tashlaymiz. Asosiy parvarishimizga esa chuqur namlantiradigan, yumshoq va tiklab beradigan mahsulotlarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha yuz parvarishingizda o'xot qiladigan, tozalaydigan parvarishlaringiz, demak penkalarningiz, o'yinlaringiz yumshoq bo'lgani ma'qul. Sababi ulardan foydalanganingizdan yuzingiz hech qanaqa qichishi, qizarishi qoldirish kerak emas va tortish hislari ham bo'lmasligi kerak. Meni qo'limda Skin Madagascar 1004 brendidan penkasi va oil bo'lgan nabori. Bu juda ham qulay va bundan o'zim hozirgi kunda foydalanib kelaman. Bu mahsulotlarimiz yuz parvarishingizdagi, yuz teringizdagi pH balansingizni bir me'yorda ushlab turadi. Tarkibidagi centella aziyatskiy bo'lganligi uchun u ham yuzni tinchlantirib beradi va qizarishlarni yo'q qiladi va yuz barglarimizdan tiklashga yaxshi yordam beradi. Bulardan foydalanganingizdan keyin yuz teringiz qanaqa tarangli his ham qolmaydi. Hozirgi kunda o'zim mana shu oilidan va penkasidan foydalanib kelyapman. Bularning ikkalasini birga olsangiz, sizga juda ham arzonroq aylanadi bizning onlayn do'konimizda. Yuz parvarishingizda ko'p qatlamli rejimni yaratib berganingiz ma'qul. Kremni o'zi ko'pincha yetarli emas, ayniqsa qish faslida yuz parvarishingizga toner, toniklarni yoki-da silvertka serum ampullarni qo'shganingiz ma'qul. Bular har doim yuz teringizni juda ham yaxshi namlantirib beradi va yuzingizga tiklashni yaxshi tezroq yordam qilib beradi. Meni qo'limda Roundlab brendidan Soyben toneri juda ham zo'r namlantiradi va qo'limdagi serum Silimax brendidan Dual Booster serum juda ham tez tiklashga yordam beradigan mahsulotlar. Yuz teringizni, lipidlarni to'siqni saqlab qolish uchun har doim seramidlar, skvalan va xolesterin mahsulotlari bo'lgan mahsulotlarni qidiring va ularni parvarishingizga qo'shing. Ular yuz teringizni himoya qatlamini mustahkamlab beradi va sezgirlikni kamaytirib beradi. Meni qo'limda Silimax brendidan Dual Barrier Skin Barrier kremi. Bu kremning tarkibida seramidlar bor, skvalan bor va pantenol bor. Bu juda ham yaxshi tiklab beradi va tinchlantirib beradi. Va oxirgisi, har kungi yuz parvarishingizga SPF dan foydalaning. UV nurlari teri to'sig'imizni yo'q qiladi va uni tiklanishga sekinlashtirib beradi. Hattoki ofisda ham, shaharda ham va bulutli ob-havoda ham yuz teringizga SPF dan foydalanganingiz ma'qul. Meni qo'limda bu Silimax brendidan Skin Barrier Dual Barrier Sun kremi. Buni tarkibida pantenol bor, keramidlar bor. Bu juda ham o'ta sezgir yuz terisiga ham mos tushadi. Hattoki qizarib yurgan, yuzi qizargan, juda ham yuzi sezgir, qizargan yuz teri qizlarimizga juda mos, ideal bo'lgan SPFdir. Teri to'siqlaringizni tiklanayotganini qanday bilishingiz mumkin? Teri kamroq reaktiv bo'lib qoladi. Masalan, suvga yuvganingizdan keyin suvdagi haroratlarning o'zgarishiga va kosmetikalarni keskin reaksiyalar to'xtab boradi. Ikkinchidan, tarangliklar yo'qolib boradi. Masalan, yuzimizni yuvganimizdan keyin yuz terimiz taranglashmaydi, balki namlangan, yumshoq bo'lib turadi. Bundan yuzimizni yuvgandan keyin sразу krem surishimiz kerak degani emas. Qaytanga yumshoq bo'lib qoladi. Uchinchisi esa doimiy qulaylik paydo bo'ladi. Teri kun davomida xotirjam bo'ladi. Hech qanaqa qizarishlar bo'lmaydi, qichishlar bo'lmaydi va qurishlar ham bo'lmaydi. Yuz teringiz namlab bo'lib turadi. Va to'rtinchisi, oxirgisi esa teri rangi tekislanadi. Qizarishlar asta-sekin kamayib boradi va teringiz yanada tekis va silliq, sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Muhimi, tiklash bir necha kun davomida etadigan jarayon emas, balki uni o'rtancha maksimal kuni yuz terimizga tiklashimiz uchun 2 haftadan 6 haftagacha muntazam parvarish kerak bo'ladi
o'shanda ham yumshoq parvarishlardan foydalangan holatda ana o'shandan keyin yuz teringizni tiklanganini his etasiz. Bugungi videomiz mana shular edi azizlarim. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga like bosing, bizning kanalimizga obuna bo'ling. YouTube dan tashqari bizda Instagram bor, Telegram bor. Telegram kanallarimizga, Instagramlarimizga obuna bo'lib qoling. Instagramda ham juda ham qiziqarli videolar, roliklar, layfhaklar qo'yib boramiz. Bizning o'zimizning onlayn saytimizga ham a'zo bo'lib oling. Bu videoni o'zingizga bo'lgan yaqin odamlaringizga yuborib qo'ying va albatta kommentariyada sizda keyingi videomiz qanaqa bo'lishini, nimalar qiziqtirayotgan bo'lsa qoldirsangiz, biz shu savollaringizga javob berib video olamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.